Patentni gos uslubi orqali anilovat qilish mumkinmi? Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga gos uslubi orqali o'z xohishingiz bilan o'zingizning patentingizni anilovat qilishingiz mumkinmi? Shular haqida batafsil ma'lumot berib boraman. Bilasiz, hozir Rossiyada kirib kelishingizda hamma biometriya orqali kirib kelyapti. Ya'ni ko'pchilikda gos uslubi bor, gos uslubi ochilgan. Agar siz telefoningizga sim karta olmoqchi bo'lsangiz ham gos uslubingiz orqali подтверждение bo'lishi kerak bo'ladi. Agar sizda shtraf yozilsa ham qoidabuzarlik orqali sizning gos uslubingizga xabar kelib tushadi. Shu o'rinda siz bemalol gos uslubingiz orqali o'z patentingizni anilovat qilishingiz mumkin. Bu qonuniy iloji bor bu narsani. Lekin ko'pchiligingiz aytishingiz mumkin, qanday qilib hozir patent olish juda ham qiyinlashgan vaqti, bilasiz, juda ham murakkab bo'lgan hozir patent olish. Kim o'z xohishi bilan patentini anilovat qilish mumkin deb so'rashingiz mumkin. Afsuski bunaqa holat yuz berdi. Ya'ni bir obunachimiz menga murojaat qilganda patenti anilovat bo'lgan. Ana shu yurtdoshimiz qanday qilib patentni anilovat bo'lganini o'zi ham bilmaydi. Shunda men so'radim, gos uslubingizdan kirib o'sha patentingiz haqida kelgan уведомленияni rasmga olib tashlang deb, keling mana shu уведомленияni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Ekranga katta qilib chiqaraman. Mana bu yerda yozilgan, mana ekranda turibdi. Usluga oказана tepasiga qarang, u vaqtlari bilan ko'rsatib qo'yibdi. Ya'ni по заявлению аннулирован документ patent deb bu yerda seriya nomer va qaysi kuni annulovan bo'lgan sana chislosigacha yozib qo'yilgan. Ya'ni bu akamiz o'zi patentini annulovan bo'lganini bilmaydi. Ya'ni o'zi gos uslugasidan kirib, o'z xohishi bilan bu patent annulovan bo'lgan. Keyin borib, ya'ni shu Saxrovaga borganlarida patentlarni tiklashda imkoni bo'lmadi. Keyin o'sha Rossiyadan chiqib ketishlariga to'g'ri keldi. Demoqchi bo'lganim, bu video bilan sizlarni ehtiyotkorlikka chaqirmoqchiman. Ya'ni u akamiz bilan gaplashganda telefonlarni o'zlarini tanishlariga berganliklarini ham aytib o'tdilar. Hozir bilasizlar, mana shu qo'lingizdagi telefonga sizda hamma ma'lumotlar kiritilgan, даже sizda bank kartalaringizning ma'lumotlari ham bor. Sizning nomingizga bemalol boshqa odamlar kredit ham rasmiylashtirishi mumkin yoki sizni pulingizni o'zlashtirib ham ketishi mumkin. Shu o'rinda sizni patentingizni ham gos uslubingiz orqali anilovat qilish mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Telefoningizni iloji boricha o'zingizdan boshqa begonalarga bermang. Hozir bilasiz, patent hozir o'sha akamiz misol uchun kelib ancha pulga tushib ketdi, ancha sarsongarchilik, patentni tiklashda imkoni bo'lmadi. Shuning uchun sizda ham mana shu holat yuz bermasligi uchun telefoningizni o'zingizdan boshqa begonalarga bermang. Ya'ni xullas ehtiyotkorlikka chaqirmoqchiman. Bugungi video ma'lumotlar shulardan iborat edi. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Agar sizda ham shunaqa holat yoki shunga o'xshash holat yuz bergan bo'lsa, iltimos o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bu juda ham muhim. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.